Ha, mana 13-qishloqqa ham yetib keldim. Qancha bu kunlarni men kutdim-da, axir bugungi eng kerakli kun kompot uchun. Lekin men kompotni zo'r nasib qilaman. Soat kechki 3 eng zo'r vaqt men uchun eng yoqtirgan vaqtim. Uxlayotgan bo'lsin dedi. Uxlayotgan ekan kompot. Kompot uchun bugun eng kerakli kun, chunki mashhur jurnalist keladi. Butun televideniya keladi. Uni intervyusini olish uchun, lekin u intervyu berish kerak emas. Men bergim kelyapti. Men уже fake kompot bo'lgim kelmayapti. Men haqiqiy kompot bo'lgim kelyapti. O'shaning uchun men bu kompotni zararlab qo'yaman-da, u intervyuga chiqmaydi. Keyin men chiqaman u intervyuga. Davay bo'lmasa zararlab qo'yamiz. Mana kompot ukolab oldi. Fake kompotdan fake ukolab oldi. Fake emas-ku, lekin rostdan ham zararlanadi. Bo'ldi bo'lmasa intervyuga ertaga men chiqaman. Kompot botda yotadi, kasal bo'lib, tomoq og'riydi, bosh og'riydi, burun oqadi, hamma narsa o'tib ketadi. Ismasi ham chiqarib oldi. Ishni yapamiz, botdan sekin surishimiz kerak. Xushim. Ay boshim nima bo'lyapti do'stlar, men tushunmayapman. Yomon boshim og'rib ketyapti, lekin hammaga salom, meni otim Kompot. Soat necha? Ertalab bo'pti. Nima? Tushunmadim, nima bo'ldi meni yuzimga? Ay do'stlar, tomog'imga og'riyapti, lekin hamma yomon og'rib ketyapti, boshim og'rib ketyapti. Nimaga unaqa bo'lyapti? Men shuni tushunmayapman. Nima tushunmadim, nimaga meni qo'lim ko'karib ketdi? Basharim ham basharim ham ko'karib ketdi, hamma yog'im ko'karib ketdi do'stlar. Nimaga unaqa bo'ladi? Tushunmayapman nimaga unaqa bo'lishini. Ovozim ham o'zgarib qolgan sal. Nimaga ko'karib qolganimni qaranglar. Ismim ham chiqyapti, adashmasam. Nima kechasi men oynani ochib uxladimmi? Yo'q, oynani yopib adashmasam. Muzday narsa ham ichganim yo'q. Nimaga mana rangim o'zgarib qoldi? Tushunmayapman do'stlar. Nima uxladim, turdim, shunaqa bo'ldi, yo'talyapman, aksiryapman. Yomon uxlayim kelyapti, lekin yana chunki boshim og'rib ketyapti, ismim chiqyaptimi deyman-da, tekshirib ko'rish kerak, ha. Hoy do'stlar, bugun unaqa bo'lish kerak emas-ku axir, chunki bugun men uchun eng kerakli kun. Bugun jurnalist kelish kerak edi-yu do'stlar. Eng mashhur jurnalist keladi. Men televizorga chiqishim kerak edi, ularga men intervyu berishim kerak edi do'stlar. Qanaqa ishlarimni, videolarimni so'rashardi, nima qilishimni so'rashardi, lekin bunaqa yuzi bilan kimga ham suhbat bilan gaplashib o'tirardim. Intervyu kimga ham berardim bunaqa yuz bilan. Do'stlar, mana buni qaranglar. Ana bo'ldi. Juda ham zo'r kompot bo'ldi. Kasal bo'lib o'tiribdi. Uydan endi umuman chiqolmaydi. Ammo haqiqiy kompot, fake kompot kutaman jurnalist kelishini. Jurnalist kelgandan keyin ularga intervyu beraman. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ana bu tomog'imni ham chayordim, lekin menga umuman yaxshi bo'lgani yo'q. Battar yomon bo'lib qoldi tomog'im chayganimga. Nimaga unaqa bo'lyapti tushunmayapman do'stlar. Lekin to'xtanglar, men tomoq charni burnimga sepdim narsalar, burnim ham oqyapti. Lekin men dori ichganim yo'q hali. Oy to'xtanglar, dori ichsam balkim yaxshi bo'lib qolar. Mana yoki jurnalistga telefon qilsammikin, jurnalistga aytib qo'yimkin, kelmasligini, intervyu berolmasligimni, chunki bunaqa yuz bilan kim meni ko'rardi, kim menga intervyu berardi. O'shaning uchun hozir yaxshi bo'lardi, lekin jurnalistga ay boshim skladdan dori olib keldi. Birinchi bo'lib davoqchidan boshim yomon og'riyapti, lekin ko'chaga chiqsam nimaga unaqa bo'lyapti, men shuni tushunmayapman-da. Yomon boshim og'riyapti, chunki to'xtanglar, men oddiy kasal bo'lib qolsam bunaqa bo'lmayman-da. Bunaqa ko'k rang bilan va vashshi g'alati bo'lmayman-da. Men hozir o'zimni oddiy kasaldek his qilaman, lekin boshqacharoq qanaqadir tushuntira olmayman. Jurnalist
jurnalistga telefon qilib, "Kapot, qayerdasan? Sizga keldi jurnalist intervyu olishga." Obbo, intervyu olishga bo'lishdi. O'sha yana telefon qo'ymoqchi edim. Ha, boya qilishim kerak edi. Endi turishim bilan obbo do'stlar. Nima? Ay, boshim. Jurnalistlar man Kapot qani sizlar bu yerda? Ko'rmayapman sizlarni. Kapot, bo'ldi. Qancha kuchingizga kerak yonimizga keling. Intervyu olishimiz kerak. Qo'yaqar. Xabarlar to'g'rilam. Mana jurnalistman bu yerdaman. Obbo, mana ovozimni eshitmasa ham kerak-ku, to'g'rimi do'stlar? Nimaga unaqa bo'lyapti? Jurnalistlar, obbo, jurnalistlar ham kelib qolibdi o'sha. Qanaqa endi? Yo'q qorsa bo'lmaydi u jurnalistlarni. Chunki shuncha tayyorgarchilik ko'rishdi. Mana jurnalistman, haqiqiy Kapotman. Hech qanaqa fake emas, haqiqiy Kapot. Man bo'laman. Mendan intervyu olasizlar. Qani nima gapirishim kerak? Наконец-то Kapot keldingiz. Qani bo'lsa ketdi intervyu olishga. Bo'ldi, boshimiz ham hozir unda. Yo'q, kamera to'g'rilab artib olishimiz kerak. Ovozlarni to'g'rilashimiz kerak. 1 soatlar, 2 soatlar keyin boshlaymiz bo'lmasa. Kapot juda ham zo'r bo'ldi. Keyin shuncha kutdim. Nima? Tushunmadim. Nima bu? Nimaga meni kiyimimda turibdi bu? Kim bu? Tushunmadim do'stlar. Men Kapotman, haqiqiy Kapotman deydi. Nima bo'lyapti? O'zi tushunmadim. Meni kiyimimni yana ko'rdinglarmi? Meni kiyimimni kiyib olgan yana to'xtanglar, men Kapotmanmi? Yo'q, men Kapotman. Men-ku haqiqiy Kapot, men Kapotman. Nimaga o'zi Kapot deyapti? Kimniki o'zi men tushunmayapman. Yana undan intervyu olishadi. Hozir yomon narsalar aytvorsa-chi, men intervyu berishim kerak axir o'ylay. O'zi bugun berish kerak emas edi-yu do'stlar. Nimaga unaqa bo'lyapti? Hozir so'raychi, jurnalistlardan bo'lmasa qayerda ekan ular? Qayerda ekan ko'raylik. O'zi qishloqda qayerda intervyu olar ekan? Bu yertami? Ana. Zo'r bo'ldi ekan. Mana haqiqiy Kapot bo'laman endi bugun, to'g'rimi? Fake Kapotman, lekin bugun men haqiqiy Kapot bo'lgim keldi. Haqiqiy Kapot beraman. Bo'ldi, yaxshiyamki men haqiqiy Kapotga virus qo'ydim, zararlab qo'ydim. Kapotda juda ham xursand bo'ldim. Juda ham zo'r reja tuzdim. Endi men intervyu beraman. Haqiqiy Kapot bo'taman. Nima? Meni zararlab qo'ydi. Qanaqa qilib? Uxlayotganda zararlab qo'ydim-da, yaxshi zararlab qo'ydim. Nima uxlayotganda zararlab qo'ydi? Kasal bo'lib chiqmaydi ham ko'chaga endi uyda o'tiraveradi. Men intervyu beraman. Nima? Eshitlasizlar nima gapirayotganini? Meni atilabdan zararlab qo'yibdi, tushunasizlarmi? Chunki men intervyu bermasligim uchun u haqiqiy Kapot bo'lgisi kelyapti. Lekin u axir men tushundim, u fake Kapot do'stlar, fake Kapot bor edi meni kanalimda. U fake Kapot o'zini haqiqiy Kapot degisi kelyapti. Yo'q, men jurnalistlar, men haqiqiyligimni ko'rsatishim kerak do'stlar. U axir fake nima qilsam kerak? Shunda ochib kelsammi kerak video boshlanganda. Men haqiqiy Kapot deb. Lekin menga hech kim ishonmaydi. U yaxshiroq ko'rinyapti. Yana kiyimini orqasida ko'ryapsizlarmi? Fake Kapot kiyimi turibdi. Meni kiyimimni qayerdandir topib kiyib olganini tushunmayapman nimagaligini do'stlar. Fake Kapot axir. Nimaga boshimni qo'yilmadim, atilabdan saralab qo'ydi. Kapot, salom. Nima bo'ldi senga? Qishloq salom, yaxshimisan? Mana fake Kapot zararlab qo'ydi. Uzoq turibmiz Kapot. Zararladi. Kim zararladi? Fake Kapot. Xullas intervyu bo'lish kerak edi. Intervyu olish kerak edi. Mashhur jurnalistlarda. Qani endi u fake Kapot. Xullas fake Kapot meni uxlayotgan zararlab qo'yibdi-da. Men uydan chiqaman deb o'ylagan keyin u meni kiyimimni kiyib olib intervyu olmoqchi mashhur jurnalistdan. Nima sari o'rniga turmoqchi bu? Shunaqa-da endi. Voy qishloq, lekin yomon ashring kelyapti, yomon boshim og'rib ketyapti. Qishloq nima qilishni ham bilmayapman. Fake Kapot meni o'rnimga egallab oldi, apchi. Mana men endi fake Kapotga ko'proq o'xshamayman. U emas, chunki u hamma narsani qaytargan. To'xta, qishloqqa sen o'lmiding shakali. Men o'lmayman. Bo'lmasa menga dori bera olmaysan. Iltimos, dori kerak menga. 1 soatdan keyin jurnalist hozir boshlaydi. Iltimos, menga dori kerak, tuzatib bergin. Nima Kapot, doktor ham seni 1 soat tuzatib bera olmaydi-ku. Bo'pti, olim bo'lsa tuzatib bera olmayman. Lekin menda undan ham zo'r g'oya bor Kapot. To'xta, men grev qilishga o'rganganman.
Men seni bo'yab qo'ya olaman. Nima qishloqqa meni bo'yab qo'ya olasan? Ha, kompot seni tuzata olmayman-ku, lekin men narsalaringni bo'yab qo'yishim mumkin. Ha, davay, hoppa, kompot o'xshadimi? Uy, qishloqqa rostdan ham birga bir qilsang, qanaqa qilib buni qilding? Aytib-ku, kompot kraskalardan seni grim qildim, seni bo'yab qo'ydim. Yaltanlashingni qaraganda sen haqiqiy kompotsan. Qishloqqa juda ham zo'r chiqdi axir. Menga juda ham yoqdi, lekin do'stlar, mana buni qaranglar, qanaqa meni qilib qo'ydi. Qanaqa men ko'k rang edim, endi qanaqa bo'lib qoldim. Juda ham xursand bo'ldim, lekin rahmat senga qishloqqa. Davay kompot o'g'ilsa chiqqan. Qay sochimni to'g'rilab olyapsiz, sochimni nima qilib to'g'rilab? Mana qilichga rahmat kerak. Qara mana kompot, davay bor ko'rsat qo'y fake kompotga. Ben ketdim do'stlar. Hozir ko'rsataman ne bu fake kompotga. Ravan kompot. Men Ravan kompotman. Haqiqiysi, davay bo'lmasa gapirlaring, nima savollaring bor? Bugun juda ham xursandman sizni ko'rishdan, lekin juda ham xursand bo'lib ketdim. Mana mashhur televideniyega chiqishingizdan, mashhur blogerni ko'rib turibmiz Minecraftni. Bu qanaqa mashhur? To'xtanglar. Mana kompot bo'lmas. Nima bo'tan chiqing, iltimos to'xtang. Kompotga o'xshashansizmi? Men kompotga o'xshamayman. Men kompotni o'zim achmoqchiman. Nimaga? Bamba fake kompot. Nima fake kompot? Mana men fake kompot. Men haqiqiy kompotman. Nimaga unaqa deyapsizlar? Men tushunishni tushunmayapman. Kim bo'ta fake, kim bo'ta haqiqiy. Mana men haqiqiy. Nimaga tushunmayapsizlar? Mana buni qaranglar. Urma menga kompot. To'xta. Bunaqa emas edi. Bu jam xavfli kompot. Kim bo'tadir haqiqiysi bor, bo'ta fake kompot bor. To'g'rimi? Tushunaman. Jurnalist shunaqa tushunsan. Men bo'ta haqiqiy kompotman, tushunsan? Jurnalist bu esa fake. Men zararlab qo'ygan. Nima xirsan xavflisan-ku, nimaga bo'tan chiqib qolding? Bu bizga kim fake kompot? Men tushunmayapman. Mana fake kompot. Nimaga tushunmayapsiz? Qarang, bu yoqqa kechimamni yer techam. Hoppa, davay razing yo'llaring buni mana fake kompotni biz ko'rib qoldim. Nima qilyapsizlar? Nimaga rasmga olmalaring? Mana men ketdim, bo'tdan rasmga olma o'chib tashlab hammasini. Yo'q, hammasini rasmga olinglar. Juda ham zo'r o'xshayapti lekin. Davay fake kompot sur bo'tdan hozir undan ham zo'r kontent bo'ladi. Ana bo'ldi, fake kompot ham ketib qoldi. Haqiqiy kompot, fake kompotni yutdim. Men haqiqiy kompot, fake kompotni yutdim. Juda ham zo'r bo'ldi bo'lmasa bizga intervyu berasizmi? Haqiqiy kompot ekansiz. Yo'q, lekin intervyu bera olmayman, chunki men kasal bo'lib qolgan edim. Sizga telefonga ochdim, sizlar уже kelib bo'lgansizlar. To'g'ri, intervyu bera olmaydi bu. Chunki bu kasal bo'lib qolgan. Bu hali tuzalmagan. Men prosta buni bo'yab qo'yganman. Abchi. Bo'lmasa bugun undan ham zo'rdan hisob berdi bizga. Fake kompotni yutdingiz-ku axir. Men fake kompotni bugun yutdim. Qishloqqa rahmat sizlarga kattakon bo'lmasa, men ketdim o'zimni uyimga. Do'stlar, juda ham zo'r bo'ldi axir. Juda ham xursand bo'ldim. Men fake kompot yutganimga men haqiqiy kompot ekanimni tan olishdi. Like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasa, hamma har keyingi joyda kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.